İstanbul'da Uyghur Akademiyası başçılığı ve hamkorlashgan dunyoning har qaysi joylaridagi Sharq Turkiston tashkilotlarining hamkorligida Uyg'urlar duch kelgan irqiy qirg'inchilik va milliy mavjudlik ko'rishi nomli muhokama yig'ini o'tkazildi. Yig'in 17-18 sentyabr kunlari İstanbul'dagi Girim Farik mehmonxonasida o'tkazilgan bo'lib, yig'inga dunyoning har qaysi joylarida faoliyat qilayotgan tashkilotlarning mas'ullari, akademiklar, Turkiyadagi siyosiy partiya tamsilchilari qatorliqlar qatnashdi. Yig'inda Xitoyning Sharq Turkistondagi ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatlari asosli kun tartib bo'lgan bo'lib, har qaysi so'z qiluvchilar buningga qarshi qilishga tegishli xizmatlar haqida muzokara olib berildi. Amerika prezidenti Joe Bidenning bir televiziya programmasida agar Xitoy hujum qilsa, Amerika askarlarining Tayvanni qo'g'daydiganligi to'g'risidagi so'zlarga Xitoy e'tiroz bildirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Mao'ning Beijingda o'tkazilgan kundalik muxbirlarni kutilish yig'inida so'z qilib, Bidenning ismini tilga olmasdan diplomatik yo'llar orqali Washingtonga e'tiroz bildirganligini aytdi. Yig'ilishda Qirg'iziston Davlat bexatarlik davlat komitetining raisi Kamchibek Tasib va Tojikiston Davlat bexatarlik davlat komiteti raisi Saymomin Yatimov Tojikistonda ko'rishgan. Yig'inda 16 sentyabr soat 16 da urush to'xtatish e'lon qilingandan keyin harbiy qismlarni chekindirish va vaziyatni muqimlashtirish to'g'risida kelishim imzolanganligi o'tirg'a qo'yildi. To'qinishda ikki tarafdan 100 ga yaqin odam qazo qilgan. Estoniya, Latviya, Litva va Polsha o'rtaq qaror orqali Rossiya fuqarolariga Schengen vizasi berishni to'xtatdi. Yevropa ittifoqi oldingi hafta 12 sentyabrdan boshlab Rossiya bilan bo'lgan viza qolaylashtirish kelishimini vaqtincha to'xtatish to'g'risida qaror ma'qullagan edi. Orqadan 4 davlat birlashma bayonotida Rossiya fuqarolariga viza berishni butunlay to'xtatadiganligini e'lon qildi. New York, Azerbaycan ve Armeniyaning diplomatiya ministrlari bilan 3 taraflamalik yig'in ochgan Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken ikki davlat o'rtasidagi ziddiyatni to'xtatish kerakligini ta'kidlab, ikki ministrni sentyabrning oxirigacha qayta ko'rishishga ilhomlantirdi.